Bu videoda bize internetda ko'rsatilgan juda ham qo'rqinchli nomerlarga telefon qilib, u nomerga telefon qilsa rostdan ham qanaqadir arvohlar yoki sharpalar yoki qanaqadir qo'rqinchli narsalar javob beradimi yoki bu shunchaki yolg'onligini isbotlash uchun telefon qilib ko'ramiz. Agarda sizlar tayyor bo'lsanglar, unda biz boshlaylik. Давай. To'g'ri o'rtoqlar. Hech kimdan siradagi avtorasi yo'q. Уже bizda 450 mingni oshib o'tib ketdik. 455 mingmiz mana hozir dalli momentda. Va xudo xolasa o'sha 100 ta ko'rgan men qo'shgan videomiz aynan bundan keyingi video bo'ladi. Va agar siz haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos obuna bo'ling, chunki siz bundan keyingi videoni kutib olmasligingiz kerak. Chunki bu video uchun biz normal narsa qilamiz. Ya'ni biz 100 litr qo'liga men qo'shib prям uf bo'ladi. Va o'rtoqlar, biz bir haftada 3 ta video chiqaramiz. Bu degani bir hafta 7 kun bo'lsa, 3 ta video mana qilyapti. Bir kun so'ng qilamiz, ertasiga montaj qilamiz. Ya'ni bir hafta davomida atigi bir kungina o'zim yarataman. Ya'ni 6 kun siz uchun. O'rtoqlar, shuncha mehnatga yarasha, endi podashka qilib, albatta like va obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki biz tezroq bir millionga chiqishimiz kerak. Shuncha mehnatimizni qadrlashiga umiddaman va ana endi video boshlandi. Mazza qilib ko'ringlar. Xo'sh, ana endi birinchi nomerga telefon qilib ko'ramiz. Va bu nomer haqida internetda yozish bo'yicha bu nomer qizil xonani nomeri va agarda siz bu nomerga telefon qilganingizdan keyin kimdirlar sizni kuzatib yurib va oxirida prям o'ldirar ekan. Va bu narsa internetda yozgan narsa, men haqiqatan shunaqa qilmoqchi emasman, o'rtoqlar. Men просто uni sinab ko'raman. Va mana bu yerda, как ko'rishingiz mumkin, xuddi o'sha screenshot qo'yganman va mana. Xo'p. Ana endi telefon qilib ko'ramiz. No, если честно, как qo'rqishlar bor. Chunki bir vashiyatda boy eshitilgan ovozlar, bilmayman, hozir bularga yetkazib bera olamanmi yo'qmi, lekin harakat qilamiz. Xo'p. Nomer 408 mana 634 2806. Kettiramiz buni. No, bilmayman. Shu telefon gudok. Sizda 10 million so'mni yutib olish imkoniyati mavjud. Nega? Bilmadim. Yo'q, даже masalan amerikanskiy, lekin amerikanskiy raqam emas. Balkim olib bir kodini qo'shib beramiz, a? Da. Endi просто masalan mana qarashingiz mumkin, masalan yozilganda. Mana 11-raqam, masalan juda ham ko'p internetda bor ekan, bunaqa raqamlar va biz eng yaxshilari, haqiqatan ishonsa bo'ladiganlarni qo'yamiz. O'zi desa masalan fantastika bo'lsa qo'ymaymiz-da. Mana shu qo'yilgan va biz mana shunga telefon ko'ramiz, mana hop plyus bir qo'yib yozib ko'ramiz. Tako amerikanskiy raqamga o'xshatdi endi. Biladek, men rasman qo'rqitdi. Seriously qo'rqmaysan? Qo'rqmayman. Allo. Ketot, bunaqa yozyapti. Allo. Gapirmayapti. Mana lekin ketot. Atrofga qarab turaylik, seriously nimadir bo'lib qolmasin. Allo. Allo. Ovozimni eshityaptimi o'zi? Nega hech o'rdim aytmani? Gudok, lekin bashta 1 minutga yaqin meni eshityapti. Allo. Biroq qo'rqinchli-a? Jimjitlik eng qo'rqinchlisi. Mana yana xuddi shuni bilan telefon qarasan meni. Gromkoda, mani shotim 100% как to'langan, mana amerikanskiy raqam telefon qo'nyapti. Mana. The Google subscriber is not available. Please leave a message after the tone. Hello. It's Devon. Men shu shundan temani hozir men javob bera olmayman, shu uchun anaqa ovozga xabar qoldiring degandek gapirdim o'sha. Ha? Da. Shunda birinchi o'xshamadida? Hamaylar hali oldinda yana 4 tasi bor. Shuncha kayfiyat tushirmaymiz. No, lekin men uchun prям жуткий bo'ldi. Nimaga? Chunki boshda qanaqadir ko'tarib turib, как будто bizani ovozimizni eshitib olgandek jim turdi, shu uchun как будто ovozini eshitib olgan tutotdi deb shunaqa qo'rqish bo'ldi. No, o'rtoqlar, sizlar men bu nomerni haqiqatan ham shaytonga nimadirlar ko'tarish uchun emas, просто так, haqiqatan ham bu nomer ishlaydimi yoki ishlamaydi, shuni sinab ko'rish uchun qilaman. Endi navbat ikkinchi nomerga.
Ana endi navbat ikkinchi nomerga va bu nomer haqida internetda yozilishi bo'yicha 1970-yil Buyuk Britaniyada bu nomerga ikkita qiz telefon qilganda shunaqa golос kelgan ekan. Yordam bermanga, so'zim o'lotdi. Va yana yordam bermanga, so'zim уже yo'q. Shunaqa hech kim yo'q, ha? Bilmadim. Derazalardan kimdir qo'lib turgandek ko'rinadi. Bilet, ichimda shu o'tdi. Xullas mana shu voqeadan keyin polni qanaqadir miflar tarqagan, xullas shuni telefon qilib har doim qanaqadir o'rgan. O'sha ruh har doim yordam so'raydi sizdan, nimadir shu tak mana momentda turibdi, internetdan skrinshot bemalol qolishi mumkin. Xo'sh, ana telefon qilib ko'ramiz. Nomer 20 4 20 ekan. 20. Siz noto'g'ri raqam terdingiz. Xo'sh, men уже tushundim. Что как boshiga balkim bir qo'shsak noto'g'ri raqam terdingiz demas. Ha? Amerikanskiy raqamda baribir. Buyuk Britaniya bo'lsa, bo'ladi. Buyuk Britaniya qanaqa? Vuy bilet, soya. Ha, bilet bo'ladi, soya bilet. Sani soya. Mana pastda. Shok xabar, Omonxonning soyasi bor ekan. Xo'p, mana 1 20. Ketdi. G'alati, qanadir. Ne? Plus 1 20 masalan 4 20 bo'ldi hozir. Lekin oxirida bunda 3 ta, 2 ta bo'lish kerak-ku nomerlarda. Ikkitasi yo'q ekan, yana 20 qo'shib qo'yib telefon ko'ramiz. Xo'p. Shok xabar aziz. Noto'g'ri raqam terdingiz. Prям eng qiziq buni oldingi videoda ham qanaqadir qiz yordam so'rash kerak edi va u ham ko'tarmadi. Va bunisi ham prям nimaga bizda aynan eng prям qo'rqinchlar o'xshamaydi? Va mana bu qanaqadir ovozli hammaning navbat bilet pashib. Hammaning ana navbat bundan keyingisiga, balki bundan keyin o'xshab qolar. No, to'g'ri men bularni aslida ishonishga o'xshamayman va mana shular ishonmasligini odamlarga ko'rsatish uchun ham shu videoni olyapti. No, baribir ham o'xshab qolsa baribir kontentda. Hammaning. Zato material uyushtirib, bu material chiqib bo'lib ketmayapti. Chunki biz просто sinab ko'ramiz, bu narsani biz uyushtirmaymiz. Agarda biz postnovaga uyushtirishlarga tak zo'r bo'lganimizda, hozir bizning videolarimiz hammasida oq kiyimda o'tib ketgan bo'lar raqamda. Shuf. Voy, dot biz voqeani berib rolni o'tirgan bo'lardik. No, o'rtoqlar, biz chestimiz, shu uchun ham like bosib qo'ying. Xo'p, ana endi navbat keyingisiga. Ana endi navbat 3-telefon nomerga va bu nomer haqida internet yozilishi bo'yicha, xullas bu qanaqadir klonni, Justin klon nomer ekan va bu nomerga telefon qilgandan keyin o'sha klon yoningizda paydo bo'lib, sizni va sizni o'rtoqlaringiz qo'rqitar ekan. Ну, как shunaqa deb yozilgan. No, men bu narsa haqiqatan hech nima ishlaydi bilmayman. O'zi aslida klon u eng zo'ri kak. Odamlar xursand qilib yuradi, lekin undan ham o'sha qanaqadir qo'rqinchli personaj yashab qo'yilgan. Onda ham shunaqaroq. Va o'sha sizni qo'rqitadi deyshotdi. No, hatto ovoz kelsa ham ha, uni kulgan bo'ladi. O'sha ovoz zvuk kelsa ham ishonaman. Hozir menimcha har doimgidek bittada o'xshamaydi. Amerikanskiy nomer bo'lsa 407. Siz noto'g'ri raqam terdingiz. Понятно, уже, O'zbekiston. Ana endi boshiga bir qo'yib, yana amerikanskiyni kodini qo'yib, terib ko'ramiz. Xo'p. You've reached Wrinkles the Clown. I'm not here to take your call. Leave me a message, I'll call you back. İşledi. Xizmat yana o'rtoqlik so'z tarjimasini qo'yamiz. Universitet orqali tarjima qilib berganmiz o'tgan videoda. Masarabozni ajinlar yo'q. Men sizning qo'ng'iroq qilish uchun bu yerda emasman. Biz bu yerga qo'ng'iroq qila olamiz. Lekin У клоуна больше нет морщин на лице. Я здесь не для того, чтобы отвечать на твой звонок. Мы могли бы позвонить и сюда. Но хе-хе-хе-хе. Uх, bile. Men yuragim qaltirab ketdi, seriously. Realni ishladi. Uy, bile. Hozir atrofimiz hozir bizdan qo'rqish mumkin-da? Ha? Vuy, bile. Ha, bile. Rasmmi? Rasm bor edi-ku, shu uchun kadr qo'ydik-ku, bile, vahima qilmang. Aka, men seriously qo'rqaman. Men o'sha miyam yo'q.
Hech o'ylab bo'ldi, просто tashlab qo'yinglar, bo'ldi. Yaqinda remont bo'ladi va hamma ish yuradi aylanib. Bo'ldi ammo. Qising aka, qising. Qising aka, iltimos, qising aka, iltimos. Iltimos aka, men qo'rqaman. Siz chizkir olgan bo'lsa, yo'q bo'ldi aka, qo'ying. Yarmta qilib ko'ring, bo'ldi. Aka, seryozni. Muhammadjon aka, gapiring. What? Yo, bilan gapiring. Aka, qo'rqaman men, gapiring. Odamdek bir. Ha, inglizcha gapir. Men bilan gaplashganman. Yarmta. Buni shuncha qo'rqmasam kerak. No, you bring Sprinkles the clown. I'm not here to take your call. Leave me a message, I'll call you back. Uzr so'kordim, ketib qo'ygan bo'ladi. Ну, ana endi menga как уже anaqa massa ketdi. Уже men poyli ketdi. Qattiq nima bo'lsa bitib qaraveraman, ko'zimga nima ko'rinib keturadi endi. Bilmayman, o'sha odam qo'rqqan shunday bo'lib qoladi. No, bu o'xshadi desa bo'ladi. Nuda yonimizga kelib hech kim qo'rqitgani yo'q. Nu, haqiqatan telefon qilsa o'sha gapni aytdi. Va bunisi o'xshadi va navbat Kingsga. Ana endi 4-nomer telefon qilib ko'ramiz va bu nomer haqida internet yozilishi bo'yicha, qarshi bu nomerga telefon qilsangiz qanaqadir muzika ovozda erkak kishi sizga izvatsiya qilar ekan va oxiri kelib qanaqadir o'ldirib ketadi. Bilmagan hamma nomer oxirida siz kelib o'ldirib ketadi. Nima shunchalik kimdir o'ldirish ularga qiziqmi yo qanaqadir, lekin maniaklar odam o'ldirsa, mazza qiladigan so'z eshitganman. Shuni qasdan mazza qiladi, odamni chakib, ichib ekan, boshqa narsa orqali mazza qilsa, u odam o'ldirsa. No, bilaman chiqqan. No, hamayli. Hozir qanaqadir muzika, qanaqadir ovoz bizani izolyatsiya qiladimi yo'q bilmayman. No, mana bunaqa nomer. Va hozir telefon ko'ramiz. Da. Siz noto'g'ri raqam berdingiz. Sizda 10 million so'mlik. Nimaga? O'zini terib ko'rasan, plyus qo'shmasdan. Shunaqa qilib ko'ramiz. Lekin bu qo'lim meni real qo'rqitdi, seriously aytaman. Men o'shani real o'xshatib beta olmayman, bemalol. Bilaman, qo'rqaman. Qopini o'zini qilib ko'ramiz, o'xshasa yo'q. Siz noto'g'ri raqam berdingiz. Demak, biz qanaqadir mujik bizani qo'rqitishini, askarat qilishini eshitmas ekanmiz. Ya'ni fake yoki уже qanaqadir bilmadim, короче, yoki bu qanaqadir eski ma'lumot bo'lsa kerak. Xo'sh, aninda navbat bundan keyingisi, ya'ni Voy bilet. Taklashga. Qan? Tepada. Ha, ma'lummi? Billar. Lekin nimadir ovoz eshityapti. Bilmayman, kim eshityaptimi yo'qmi? Mana hozirdan shu o'zi mana shu jim turgan paytimiz yozilgan. Shamol ovoziga o'sha narsa eshitilib, agarda eshitilgan bo'lsa, mana shu yerda qo'yilgan bo'ladi. Agar eshitilmagan bo'lsa, demak sizlarga eshitiladigan darajada tepa domir bor, ana kimga qarab turmoqchiman. Demak, bilay, adashib ketaman. Mana halim joyda emas, qo'rqaman real. Demak, sizlarga eshitiladigan darajada baland bo'lmagan. Xo'sh, aning navbati keyingisiga va 5-siga. Kimdir keldi? Yusuf. Hatta. Mahmud, sen eshitdingmi? Bir eshitdingmi? Eshitdim. Bitta qaraylik, bolalar. Kimdir bormi? Ketdik. Lekin mashinani shunaqa eshitilgan. Boya mashinamiz ham yaxshi eshityapti-da. O'tib ko'ramizmi? Muzika eshitilyapti. Muzika? Muzika eshitilyapti. Qanaqa muzika? Shuning uchun muhojir ekan, qo'llar yaxshi eshitiladi, shuning uchun Mana tushunmayman hozir nima o'tgan. Sizlar so'z eshitasizlar buni. 100% men baland qilaman. Kimdir? Yoki mashina ketdi, mashina eshitayotgan mashina ketdimi? Bitta o'tib qaranglar bolalar. Tuh, real ketyapti. Tepada Xudo turibdi, agar men uyushtirayotgan bo'lsam, tepada Xudo turibdi. Agar bu narsani uyushtirayotgan bo'lsam, agar qanaqadir. Borib qarang. Kimdir bormi? So'zlarni aytishtirganman-da. To'tana. Shu haqida o'zimni ishontiraylik. Men real qo'rqaman bundan. Biram.
Xo'sh, o'rtoqlar, uch tezlashmasak bo'lmaydi va navbat уже 5-siga va bu nomer haqida yozilishi bo'yicha xolos qisqacha aytaman, prям o'zim qo'rqaman shu uchun. Xolos telefonni qanaqadir mushina ko'tarib, короче, mana qidir ekan. Mana tost, men ham o'lib ketishgan tilayman, shunaqa va mana shu qo'ng'iroqdan keyin 1 sutka ichida siz o'lib ketar ekansiz. No, bu narsani bor demoqchi emasman. Просто sinab ko'ramiz. Davay, tez. Bilet. Hop. Xuddi shunaqa, prям pirs bilan tez deb ko'ramiz. Просто men realniy уже qo'rqaman. No, bilmayman, hozir tez olib ketishimiz kerak. Hop, shuni o'zini terilishi 701 347 19 36. Siz noto'g'ri raqam berdingiz. Hop, fransuzcha degan gap ishlatgan, shuning uchun Fransiyani o'sha kodini topib Fransiyaga telefon qilib ko'ramiz. O'sha kodi bilan. Ha? Ha. Fransiya telefon yo'zi. Bilet nima? Bunda botdi bo'shit butdi. Ko'rishib bilish yo'q telefonimizda. Pils 33 ekan. 701 Kechirasiz. Liniya band. Iltimos. Liniya band? Qo'ng'iroq qiling. Tezlik. Ikkinchi marta, davay. Kechirasiz. Liniya band. Bo'ldi, tugatamiz-a? Prям, lekin bratandan prям butun ko'rishib bilagan o'tishgan. Ko'rib bilaymi? Ko'rsatadimi? Videoni oxirigacha ko'rayotganlar uchun men eksklyuziv, yana bitta nomerga telefon qilib ko'raman. Chunki siz meni hurmat qilib, meni videoni oxirigacha ko'rdingiz. Va men o'ylayman, albatta like ham bosib qo'ydingiz. Obuna ham bo'lib qo'ydingiz уже. Ну, молодец. Meni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun men nafaqat 5 ta, balkim siz uchun 6 ta nomer telefon qilib ko'ramiz. Ну, mayli test. Xo'p, obunachilar tomonidan menga juda ham ko'p yozildi. Okay, 6liga telefon qilsangiz ko'tarishyapti-yu deyshti. Ну, test ket. 66lik 666 66 Siz noto'g'ri raqam berdingiz. Buni buraylik. Bunaqa qilyapti. Xo'p. 6 6 qilib ko'rsa-chi. Siz noto'g'ri raqam berdingiz. Xo'p, yana hamma variantdan foydalanib ko'ring, yoki qaysi ko'tarib qoladi, to'g'rimi? Pils birlik. Biletman, yana qo'rqaman. Siz noto'g'ri raqam berdingiz. No, короче, o'xshamas ekan. Shuning uchun menga aka ko'taryapti deb yozmaydi. Men qilib ko'rdim, o'xshamadi. Kuchlar kelayotgan nimaligini bilasan? Men bu yerda nimadir bor-da. No, men prям agar xudmanchi gapingizga prям spokойно ayta olaman, что bizning yoshligimiz yetishganki, kuchlar ruhlarni ko'ra oladi deb. Da. Men qo'rqsizman, bo'ldi. Ketdik. Va bundan keyingi video bizlar 100 litr kolaga mens qo'shib portlatganimiz haqida bo'ladi. Va u videoni o'tkazib olmaslik uchun hoziroq obuna bo'ling va albatta like bosib qo'ying. Nafaqat u video, balkim biz bir haftada 3 ta video, ya'ni bir oyda 13 ta 14 ta video chiqaramiz. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ysangiz, men sizga har doim qiziqarli videolarni berib turaman. Xulosa o'rtoqlar, video shu bilan o'z yakuniga yetdi. Men bitta juda ham qiziqarli video turibdi va bu video ham sizga yoqishiga men ishonaman. Video tugadi. Ciao. Bo'ldi, barakat, qochdik. Давай. Qochdik.